Yakkasaroy Palas to'yxonasining oshpazlari bilan birgalikda 450 kishilik shoyi kabob tayyorlaymiz. Demak, ishni boshladik. Qizib turgan yog'ga ingichka parak qilib to'ralgan go'sht solib, yaxshilab qovurib olamiz. Ustidan tuz, zira, murch solib qovurishni davom etamiz. So'ngra ustini yopib, dimlab pishirib olamiz. Kartoshkani parak ingichka qilib to'g'rab, tuzli suvga solib qo'yamiz. So'ngra qizib turgan yog'ga solib pishirib olamiz. Kartoshkamiz yanada mazali chiqishi uchun alohida idishda qizigan yog'da piyozlarni ham qovurib olamiz. Shoqini pishgan go'shtimizga piyozni solib, yana 15-20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Xuddi shunaqa qolipchalarimizga tayyor kartoshkalarimizni solib, ustidan pishib chiqqan yumshoqqina go'shtlarimizni solib chiqamiz. Ustiga cherry pomidor qo'yib, yanada mazali chiqishi uchun eriydigan sir qo'yib, duxovkaga 5 daqiqaga yuboramiz. Tarelkaga bezak berib, taomimizni mehmonlarga tortiq qilamiz. Valya, endi siz ham uy sharoitida restoran taomlarini tayyorlay olasiz. Yoqimli ishtaha!